Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men shu pechkani mana shu Nizomiddin ukamizga zakaz qildim, aytdim. Nizomiddin uka bir chiroyli menga shunaqa pechka yasab bering, o'xshashi bo'lmasin. Shunday bo'lsinki, shu o'rtalardan bir tashlagandim buni, bunga darrov nom qo'yishibdi, vulqon pechka deb qo'yishibdi. Chunki men o'zim sal qoldi, hamma pashti atrofdagi dekorlar erib ketadi dedi. Yoqdik. Endi buni afzal tomonlari qanaqa? Bu oddiy pechkalar tepasi bilan yonidan issiqlik beradi. Bu pechka to'rt tomondan issiq beradi. Ikki yonidan issiq, bu yonlaridan tepasidan issiq bersa, bu pechkaning duxovkasi ham bor. Duxovkasi bor. Bu yerda o't yonib, duxovkaga urib o't. Bu ikki yondan chiqib turib, bu yoqdan chiqib ketadi keyin. O'shining ichida bu o'timiz bu yerda turganda mana yonda profillari bor. Bu profil tagigacha tushgan. Bu yerdan sovuq havo tortib, shu yonganda qo'llar shunday qilib ko'rsanglar sovuq havo tortayotgani bilinadi. Tepadan havoni isitib, xuddi fenga o'xshatib issiq chiqaradi tepadan. Bu uchinchisi bu. Duxovkasi bilan 4-issiqlik chiqaradi. Bu yerda issiqlikni bekorga yo'qotish, issiqlik batareyasi yo'q. Bu issiqlikda shu nimadan ko'mirdan o'ta ham unumli foydalanadi bunda. Keyin bo'lib ham stenkalar rosa qalin. Nihoyatda qalin pishiq yasalgan ekan. Men yoqib ko'rdim buni. Ukamiz yasab berdi. Pechga 4 kilo ko'mir soldik. Shu mayda ko'mirlardan solib qo'ygan ekan qizim. 4 kilo ko'mirda shunaqa yondiki, men chiqib qaytib kirsam, pechga qizib ketibdi. Mana shu duxovkalar ham yonlaridan qizib ketdi, orqasi yaxshi dekor plasmasi dekorida. Dekorlarimiz ham ancha aqad olmasa, ozgina eribdi, sarg'ayib qolibdi yonlari. Yonlariga endi borib to'sdik. Hatto uy bekalarni ham o'ylangan bu yerda. Ayollarimiz har kuni, yo'lmasa kunda 2 marta kul to'kib, juda ovora bo'lishadi. Mana bu kuldonni ati katta qilingan bu kuldonga salkam bir paqir kul sig'adi. Bu kuldonni menikida 2,5 kunda olinyapti. 2,5 kunda bitta olib to'kilyapti. Bemalol 2 kunda bir ochiq to'kiladi. Bizda ko'proq ash kuldoni sayaz bo'ladi. Keyin kuldoni sayaz bo'lgani uchun ko'proq ovora bo'lib qolishadi. Bu kuldon chuqurligi uchun 2 kunda bir marta to'lsa ham 2 kun desak ham bo'laveradi. 2 kunda bir marta to'lsa ham odamni to'lmaydi. Kuldoni o'ta ham chuqur, o'ta ham alginaqa shu tomonlarni ham o'ylagan. Shu tomonni ham o'ylagan. Xudo xolasa pechka o'ta ham unumdor, o'ta ham yaxshi pechka ekan. Bu pechka taxminan meni o'zimning hisob kitobim eng oshig'i 4 oy qish bo'ladigan bo'lsa, 4 oy, 4,5 oy yoqadigan bo'lsangiz 1,5 tonna ko'mir bilan chiqasiz. 1,5 tonna ko'mir bemalol sizni isitadi. Men bir kunda bir paqir olib kiryapman. Shu bir paqir bemalol yetyapti. Kechasi bitta katta tashab qo'yaman. O'sha uyda issiqni bemalol ushlab turadi. Meni uyim kattaroq, bo'yi 3 metrlik baland uylardan. O'sha uyda bemalol isityapti. Yaxshi rahmat, ukamiz nihoyatda hunarmand bola ekan. Mana shuni yasab bering desam, o'ta ham chiroyli bir bejirim qilib yasabdi. Bu ko'rinishidan oddiy o'zimiz pechkalarga o'xshaydi, lekin buni o'ta ham mehnati ko'p, o'ta ham samaradorligi zo'r. Rahmat, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Shunaqa pechkalar hammamizga nasib qilsin.